Nima bo'lyapti? Sog'ol ekan. Va alaykum assalom. Shu 2-3 kundan beri gaz yo'q, odam toqati ketdi. Ha, dardingni quduqqa aytmadingmi? Foydasi bo'lmayapti-da uni. Javob kelmadi. Javob kelmadi. Ha, mayli bir ko'raylik. Qani boshlang. Allohga shukr. Gaz yo'q, ha? Yo'q, taqdir. Kamerachi mana kamera uzmanimiz gaz yoqing. Hozir o'chirgan gaz, yoqing gaz. O'chir. Yoqing gazni. Qarang endi menga. Biz nima edi? Zo'rqishoq. Go'rt yoqing, zo'rqishoq. Go'rt yoqing. Go'rt yoqing. Qani? Yoqing go'rt. Yo'q, ha gaz. Yo'q. Gaz yo'q, ha? Yo'q. Ya bismillah. Yaqinroq kelinglar mana. Ha, tamam. Endi siz qarang, bu yoqqa boring. Menga qarang. Siz men yoqing degan paytda yoqasiz. Xo'pmi gazni? To'xtab turing. Xo'sh, yoqing gazni. Ana, bo'lang oxirigacha. Ana. Oo. Ana gaz. Ana. Bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Qanday? Zir. Alaikum. Ya, qaynim qandaysan? Yaxshimisan? Ha, siqilib o'tiribsiz. Bir eriydigan odam yo'qmi? Bir konyak ichib kelyapti. Bugun sanani qara, 12/2024. Havoni qara. Kanak deysizmi? Ha, erimaysan bir. Kanak ichasizmi? Ha, bir eri uka. Kanak ichgandan keyin obchan borib bo'lmaysizmi? Uraman-da bugun payshanbaga. Qaynonam olib kelgan bonk edi-ya. Xotin bilsa o'ldiradi. Pochcha, Qaynum. mana 20 ga ham kiryapman. Ha. Yaqinda uylanishim kerak. Ha. Sizga bitta savol bor-da. Xo'p. Obchamga sevib uylanganmisiz? Qaynum, men adashib uylanganman. Lekin bor-ku qaynum, bitta maslahat. Sen hech qachon adashmagan. Yo'q, pochcha, men sizga o'xshagan ahmoq emasman. Bilmayman.